Xotinimga xiyonat qilmayman. Hikoya. Shoshib xonaga kirgan Abdumo'min Nastyaning ko'ylagini to'g'rilayotganini ko'rib xijolat bo'lib qoldi. "Uzr", dedi ko'zlarini olib qochib. "Chiqib turaman." "Hech qisi yo'q", kuldi Nastya xumor ko'zlarini suzib. "To'g'rilab bo'ldim." Abdumo'min qizargancha indamay joyiga borib o'tirdi. Qiz esa so'zsiz tikilib turaverdi. "Nima gap?" so'radi yigit ajablanib. "O'zim shunday." Qiz qah-qah urib kulgancha yigitning yoniga keldi. "Misha." Erkakni ishxonadagi ruslarning hammasi shunday atardi. "Nega doim g'amgin yurasan? Biror darding bormi?" "Bu gapni qayerdan olding?" Abdumo'min kutilmagan savoldan dovdirab qoldi. "Hech qanaqa dardim yo'q." "Unda nega kulib yurmaysan?" Nastya unga yanada yaqinroq keldi. "Boshqalardek yoshlik zavqini surib yursang bo'lmaydimi?" Mazza qilib qizning vujudidan taralayotgan yoqimli atir isi Abdumo'minning boshini aylantirib yubordi. Beixtiyor o'rnidan turib ketdi. "Yoshlik zavqini surmay nima qilyapman? Hayotdan noliydigan joyim yo'q." Nastya kulib qo'ydi-da stoli yoniga ketdi. "Sen juda soddasan." Abdumo'min uning nima demoqchiligini bilolmay hayron bo'ldi. "Nega unday deysan? Imo ishora qilmasdan ochiq aytib qo'ya qol", dedi xunob bo'lib. Nastyadan sado chiqmadi. Yigit unga birpas tikilib turdi-da joyiga o'tirdi. "Sen bag'ri toshsan." Qizning gapi juda sovuq eshitildi. Abdumo'min unga baqrayib qaradi. "Bu nima deganing? Yonidagi odamlarning dardini his qilmagan kishini boshqacha atash mumkinmi?" Nastya unga ta'na bilan qarab o'tirardi. "Shuncha paytdan beri birga ishlaymiz. Bitta xonada o'tiramiz-u, menga shuyam odam-ku, biror dardi bordir deb qarab qo'ymaysan. Meni nima qiynayotganini o'ylab ham ko'rmaysan." Men haligi qizning ayblovlari Abdumo'minni garangsitib qo'ydi. "Seni sevishimni ishxonada sendan boshqa hamma biladi", baqirdi qiz kutilmaganda. "Sen esa parvoyingga ham keltirmaysan. Yigit kishi ham shunchalik ahmoq bo'ladimi?" Nastya biroz jim qoldi-da o'krab yig'lashga tushdi. Abdumo'min nima qilarini bilmas, serraygancha turar, qizning nimalar deganini fahmlamasdi. Lekin uning yig'lashiga o'zi aybdorligini anglab yoniga o'tdi. "Yig'lama, qo'y." "Yig'lamay bo'ladimi?" Nastya xuddi shuni kutib turgandek yana baqirdi. "Senga necha marta imo ishora bilan anglatishga urindim. Bo'lmadi. Hech baloni tushunmading. Yoki o'zingni anqovlikka solding. Men bo'lsam iztirob o'tida qovurilib yuraverdim. Axiri majbur bo'ldim aytishga." Nastya birpas uning ko'zlariga qarab turdi-da, so'ng bo'yniga osilib, lablariga lablarini bosdi. Abdumo'min dabdurustdan nima bo'layotganini tushunmadi. Qizning nozik barmoqlari sochlarini silay boshlagach seskanib ketdi. Sekingina itarib, "Mening xotinim bor", dedi. "Buni eslatmasang ham yaxshi bilaman." Nastya yana piqillashga tushdi. "Bilsam ham seni yaxshi ko'raman. Nima qilay, sevgimdan voz kechishga kuchim yetmaydi. Xotinimga xiyonat qila olmayman." Abdumo'min bu gapni pichirlab aytdi. "Sizlar er-xotin emassizlar." Nastya unga o'qraydi. 3 yildan beri shu yerdasan. 1 yilda bir marta borib ko'rib kelasan. Shumi er-xotinchilik? Xotin har doim erining yonida bo'lishi kerak, har qanday sharoitda ham. Shunday emasmi? Menimcha, bu qonuniyat hamma yoqda bir xil bo'lsa kerak. Vaziyat taqozosi tufayli uni olib kela olmadim." Abdumo'min o'zini oqlashga urindi. Ichida esa qizning haqligini tan oldi. "O'zingni oqlashga urinma. Uni olib kelishingga nima xalal beryapti? Puling yo'qmi? Jaraq-jaraq oylik olyapsan-ku. Uy-joymi? Kvartira qahat bo'lmagan. Xotiningni olib kelishni o'zing istamayapsan. Chunki uni sevmaysan." "Yaxshi ko'raman." Abdumo'min boyagidek pichirlab gapirdi. Shu damda xotinining oldida qanchalik aybdorligini his qildi. "Ahmoqligim uchun olib kelmadim. Endi olib kelaman." Nastya nishonni noto'g'ri olganini payqab, darrov taktikasini o'zgartirdi. Yigitning bag'riga o'zini otdi-da, mahkam quchoqlagancha, "Unday qilma", deb yalindi. "Xotiningni olib kelsang men nima qilaman? Sensiz yasholmayman. Jonimdan ortiq ko'raman seni. Butun vujudim bilan sevaman." Yigit harakatsiz qotib turar, qizning bo'salariga javob bermas, ammo siltab ham tashlamasdi. U xuddi tuman ichra qolgandek edi. Qarshisida yo'l ko'rinmasdi. "Misha, iltimos, meni xotinlikka ol, o'lguncha cho'ring bo'laman." "Jinni bo'psan." Abdumo'min qizning talabidan taajjubga tushdi. "Xotinim borligini bila turib gapirayotgan gapingni qara. Mantiqqa sig'maydi." "Muhabbat qachon mantiqqa siqqan?" Nastya unga iltijo bilan termilarkan, qo'yib yuborishni istamasdi. "Nikohingga olishingni talab qilmayapman-ku.
xotin bo'lib yashayveramiz. Menga shuning o'zi kifoya. Qizning gaplari yigitni chinakamiga hayratga soldi. Nikohsiz, boshqasiz birga yashash meni gunohga boshlama. Yigit bu gapni jur'atsizgina aytdi. Nastya uni quchog'idan chiqardi-yu, yuzini o'girdi. Muhabbatim senga gunoh bo'ldimi? Abdumo'minning bu gaplariga chek qo'ygisi keldi. Ish ko'p dedi-da joyiga o'tirdi. Vaqt ketyapti. Qiz unga bir o'qraydi-da, dastro'molini ko'zlariga bosgancha tashqariga chiqib ketdi. Eshikni yoparkan, zolim dedi. Abdumo'min chindan ham xotinini sevmasdi. Shunchaki yoqtirib uylangandi. Rossiyaga ishlashga ketadigan bo'lgach, uni birga olib ketish yoki qoldirish haqida ko'p o'yladi. Axiyri yolg'iz ketishga qaror qildi. Qiynalmasin dedi o'zicha. Ammo yolg'izlik musofirchilikdan ko'proq qiynashini o'ylab ko'rmadi. Xotini itoatkor edi, eriga qarshi chiqmadi. Aqalli e'tiroz ham bildirmadi. Bir yilda bir marta kelishiga ham ko'nikdi. Ersiz qaynona-qaynotasi bilan yashashga ham. Abdumo'min bu yerda ko'proq pul ishlab topish dardida yurarkan, xotinining uyda qolganidan xursand edi. Bu yerga keladigan bo'lsa, 2 kishini boqish, 2 kishining g'amini yeyish kerak bo'ladi. Ota-onam bilan turgani ma'qul deb o'ylardi. Nastyaning dil izhori yigitni dovdiratib qo'ydi. Uning o'ziga boshqacha qarashini shu paytgacha sezmaganidan ajablandi. G'alati qiz. Nega shuncha paytdan beri miq etmay yurdi? Uyalmay birga yashashni taklif qildi-ya, tag'in gunohmas deydi. Nastyaning yigitni avrashga urinishlari avvaliga samarasiz bo'lgan bo'lsa-da, asta-sekin jodusi ta'sir qila boshladi. Endi Abdumo'minning ko'zlarida avvalgi qat'iyat, iddao sezilmas, qizga moyillashib borayotgandek edi. Biroq buni sezdirishni istamasdi. Uni ikkilanyapti deb xayol qilgan qiz esa noz-karashmalarini kuchaytirgan, tuzog'iga tushirish uchun bor makrini ishga solgandi. Ishxonada o'tkazilgan ziyofat Nastyaning niyatiga yetishiga imkon yaratib berdi go'yo. Ozroq shirakayf bo'lib qolgan Abdumo'min ehtiros asiriga aylandi qo'ydi. Ammo tezda o'zini tutib oldi. Bag'riga singib ketayozgan qizni itarib tashladi. Kayfi ham butunlay tarqab ketdi. "O'zingni bosib ol" deb baqirib yubordi. "Nega menga osilasan? Sening taklifing menga to'g'ri kelmaydi. Xotinimga xiyonat qilish niyatim yo'q. Yaxshilab o'qib ol. Tuzog'ingga ilinishimga ozgina qoldi-ya, lekin men sen o'ylagandek pastkash emasman. O'tkinchi ehtirosni deb abadiy baxtimdan ayrilishni istamayman. Xotinimning zarracha aybi yo'q. Unga xiyonat qilmayman." Nastya o'krab yig'lab yubordi. Ammo bu gal u aktrisalik qilib, yigitning rahmini keltirish uchun yig'lamayotgandi. U hozir rejasi ish bermaganidan o'kinardi.